Dadasi men sizni sevaman. Я тебя люблю. Tilim kelishmayapti. Hozir mana bir damas ayol o'tiribdi hozir mana shu mashina ichida. Gay qayerga qarayapti? Bitta damasga 10 kishi. Komandir hujjatini bering, men soch Aka turibman. bera olmayman, qoidani buzyapsiz aka. Yo'q, 6 kishimiz sinfdoshlar. Necha yil deylar? 6 kishi. Chala qani, pochchalar. Bachchalar uyda. Ishda-da endi ular. Biz sinfdoshlar o'zimiz gap jo'ralar keldik-da. Tushunmayman. Nimaga ish bo'lsa dam olish bo'lsa xotin? Ular ham keladi. Nechima telefon qilasizman, Toshkentga jo'natib yuborsangiz vodiydan. Rosa ko'p. Shu oxirgi sizlar toqatlar topib olgan nima so'kadilar? So'kmaydilar. Kim eslaydilar ko'proq? Ayam. Ya annesi. Nima deymiz, qadrli yurtdoshlar? Nega sevgansizda, to'g'rimi? Hozir mana ularga telefon qilib, dadasi men sizni sevaman deya olasizmi? Oling, gromkiga qo'yasiz. Sizda gapim bor deysiz. Ha, sizlar sizni sevaman deysiz, bering. Qani oxiri baxayr bo'lsin, qadrli yurtdoshlar. Olmasalar demak, ikkinchi sinovga ketgan. Oxirgi marta nima sovg'a berdilar sizga? Ana bugungisini hisobga olmang. Gul berdilar. Qachon? Hayit beram bilan. Hayit, hayit inshaalloh deylar. Men bu xalagingiz bilan yurib pochcham, qizilni bosib o'ring. Hayır, to'xtang. Nima gapingiz bor yigitingizga? Men sevaman-da xo'jayinim. Dadasi men sizni sevaman deydi. Dadasi men sizni sevaman. I love you. I love you. Я тебя люблю. Tilim kelishmayapti. Dilmuz kiyim do'konidan eshitgansiz, to'g'rimi? Ha. Ayollar juda sevadi. Aynan o'sha yerga sizga 100 ming so'mlik voucher beraman, opa. Xohlagan filialingizga kirasiz, qayt chiqquncha aka bitta kirgizib ketasiz. Toshkentda filial ko'p, viloyatlarda ham bor. Kirib mashina bersangiz o'tadi. Do'konlar boring. Bular kuyib yonsin, opa. Orqasi jonda.